Assalomu alaykum akalar ukalar, mana xudo xolasa yana bir navbatdagi obyektimizni tunga tayyor holatiga olib keldik. Bu obyektimiz razmeri eniga 19 metr, uzunasiga 40 metr bo'ldi mana. Ustun xorilari bilan obyektimizga keladigan bo'lsa, stokalarning orasi 7 metr, balandligi 4 metr bo'ldi mana. Katta mashina furalar kelib, balonlar olib kelib tushirishar ekan shu yerga. Bu balon zavod ekan bu. Balon sotadigan joy ekan mana. Ustini olib beryapmiz. Materiallarimiz konteyner profilidan bo'lgan materiallar. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, katta zdaniya, zavod, fabrikalarda ustilari 24 metr, 25 metrgacha bez ustini olib beramiz. Biz xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Mana sarroblarimiz 4 talik bo'ldi. Stokalari bozor profilidan 14 ga 14 da. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, kvadrati 200 mingdan 350 minggadir. Mana shu joyimiz. Uyda egasi tunkani olib beradi, biz qatir beramiz. Qolgan mahsulotlar o'zimizdan. 200 mingdan kvadratini qilib berdik mana shu joyimiz. Firmalarimiz oralig'i 1,5 dan rekalarning orasi 0,65 santimetrdan bo'ldi mana. Mana bu yog'iga bir skatli naves 8 metrlik firmamiz. Ustalarimiz mana rekalarni qatirishyapti. Tunga tayyor holatiga olib kelyapmiz bu yog'ini ham. Uy tomlari, molxonalar ustilari, tovuqxonalar ustilari, har xil zdaniyalarda olib beraveramiz mana. Biz xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Xorilarimiz mana bu ko'rinishda bo'ladi mana akalar. 7 metrgacha bemalol ko'taraveradi mana bez usti. Mana shularning orasi 7 metrdan mana. Bu yog'iga mana 14 metrlik zdaniya tushadi. Mana shunaqa furalar kelib bemalol balonlarni tushirishib ketaveradi. Xo'sh, bu obyektimiz Samarqand viloyati Pastarxon tumanida bo'ldi mana. Super deyilar ekan bu joyimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Aloqaga chiqaverasizlar pastki nomerlarga kimda shunaqa joylar bo'lsa.